Ha bo'ldi. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onamningki ozodligi o'rnigi uchun Shvetsiyaningki parlamentining oldida Shvetsiya hukumatini Xitoy hukumatiga besim tushirish orqali ota-onamni qo'ydirish uchun yolg'iz kishi namoyish qilyapman. Meningki dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yilda 5-23 kun tug'ilgan, opam Saodat Povdon bo'lsa 1956-yilda 8-21 kun tug'ilgan. Bular 2017-yilda 1-oyninki 27-kuni soat atigan soat 8lar 9lar atrofida eli bexatarlik saqchilar tarafidan ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tarbiyalashtirilgan. Undan keyin bularni sot etib 5 yillik kesib, yana keyin yepiq holatda sot etib 18 yillik og'zaki yupan deydi. Og'zaki mo'lchar kesim 18 yil kesib o'tgan. Lekin sotninki qarori kuchga ega bo'lib, opam dadam hozirgacha Xitoyningki qorong'u zindonlarda jazo muddatini o'tamoqda. Men Xitoy hukumatiga Xitoy hukumatidan shuni talab qilmanki, meningki ota-onamningki hech qanday gunohi yo'q. Shuningga barliq qarindoshlarningki, barliq vatandagi xalqimizningki hech qanday gunohi yo'q. Faqat bizningki ota-onamiz va xalqimiz shu zaminning egasi bo'lganligi uchun bugünkidek tarixda qaytalanmaydi degan irqiy qirg'inchilik bizningki vatanimizda ilib berilyapti. Shuning sifatida mening opam dadammi shu irqiy qirg'inchilikningki bir parchasi bo'lib, Xitoyningki qorong'u zindonlarida jazo muddatini o'tayotdi. Shuningga men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, Xitoy hukumati meningki ota-onamni tezdan qo'yib o'tishni men talab qilaman. Chunki mening ota-onam begunoh. Boshqa qarindoshlarning ota-onasiga ega chiqib, vaqtida ota-onasiga ega chiqib, ota-onasini uchun haq davosini qilishi kerakligini umid qilaman. Qarindoshlar, bizningki ota-onamizningki hech qanday gunohi yo'q, bizningki xalqimizningki hech qanday gunohi yo'q. Faqat bizningki ota-onamiz, xalqimiz shu zaminninki egasi bo'lib qolganlik yeri bor. Shu Xitoy hukumati 2014dan 2017gacha yoshirin holatda 2017dan boshlab mana hozirgacha dunyoni ko'zga ilmay xalqlarimizni akrab xohlagancha xo'rlab diyanaylarni ilib majburiy emgaklarga selib o'ltirib shunday qilyotdi. Shuningga qarindoshlar o'rnimizdan tik turib ketishimiz kerak. Ham shundaqla hech qachon Xitoyningki biz shu vatanimizningki Xitoyningki bir parcha zimini emasligini qat'iy e'tirof qilmasligimiz kerak. Shu andan keyin shu men to'g'risimda pishni yig'valan taqib meni shunday shu nima Rabia Qadir debdi shunda ota-onasini meni shunda boshqa da'vatchilarni shunda tillab ketdi. Bu deb meningki shu 5 mollarni silib meni bu saram olib qoldi ota-onasining dardida bu xonni ish chekidi o bu deb yo'qolan gaplarni qildi. Men 2013dan boshlab og'zimga tamakini olmayman, tamaki chekmayman. Meni Shvetsiyaga og'aylarimmi, ballarmi biladi. Nishig'at abay lekin kelmaydiganimni. Shuningga Rabia Qadir ishda tillabdi bizni o bu men hech qachon Uyg'ur qonunini bosirib olmadim. Men hech qachon indigenous people qilib etmadim degandek paranglarni to'ptiqga uning qarta men radiyarimni bildirib qo'ydim. Lekin bugun kechda o'sha Norvegiyaga zibrat adimiz chiqib bir qator menimcha dafmaydan qilib ularga yana oldin tushuntirishlarni berdi. Shunda men qo'ldagilarni tilladim, bularni ayıpladim. Chunki bularningki qilayotgan yolg'on da'volari ustida
to'xtaldim, o'zgarsin dedim. Men hech qachon yana qaytmayman bu yo'ldan. Ayblashga to'g'ri kelsa, mana ayblayman. Chunki meni shu qurultayning ichidagi odam qo'ydi, oldida, ziyonkashlik qildi. Buni garchi vaqtinchalik qonuniy tarafdan hal qilmasam-mu, avval shu ota-onamningki turmada bo'lganligi uchun menga ba'zi bir ishlar ilojisiz. Chunki mening ota-onammi Xitoyninki masalan go'ro'gilik holatda degandek. Shuningga men hozircha shu parlamentning oldida turib, cho'qim Shvetsiya hukumatini parlament a'zolariga yana qaytlab xat yozish orqali Bejingdagi Shvetsiya konsuli xat yozish orqali bu ishimni cho'qim hal qilguncha tirishima qag'ayishda oldirmay qadam bo'yicha bo'ladi. Agar Dunyo Uyg'ur qurultiyining ichidagilar norozi bo'lsa va yoki boshqa odamlar norozi bo'lsa, bizniki qarshimizga chiqib biz bilan gaplashsa bo'ladi. Biz bilan sotqa chiqimiz desam bo'ladi. Hatto meniki namoyishimniki qilayotganimni ko'rib, menga buzish uchunmi mishada men bilan qasddan nervamga tegib, urishmoqchi bo'lib, meni shu bir ishlar dasatmoqchi bo'ldi. Ammo men o'zimni qanday qo'g'dinishni bilaman. Mayli soqchining qarori qanday chiqishdan qat'iy nazar, o'zimni bir nimaga ilib oldim. Yaqinda oldingi haftada soqchida shunda arz topshirish orqali mayli u soqchininki meningki arzim kuchga ega bo'lsin, mayli kuchga ega bo'lmasin, qanday qilmasin, men o'zimninki mushtaq taklif kuchirganligim to'g'risida berib qo'ydim. Buningki keyinda bir turkum odamlarning borlig'ini aytib qo'ydim. Chunki bu odam o'zining ish uchun emas, boshqa ish uchun kelgan, qasddan tutaq tepib. Shuningga shundaq o'zimizni qonun bilan qo'g'dashni o'rganaylik. Yevropa ellarida qonun eng yuksak o'rinda turdi. Chunki men bu mishada bir bosh to'ligichi suhbatim bilan Shvetsiya hukumatiga o'zimniki bir kishilik assimni qo'shyapman deyapman. Shu. Undan keyin Quzzatning ishiga kelsak, Quzzat shu Zumrat adashninki parlamentning oldidagi shu azroq yerni kesib elib, o'zicha bizni do'rab, bo'laylik muattarnikini kesib qilib oldi deganda qildi. Shu videoda tashqi ishlarninki Xitoyninki bayonotchisi debdi, az bir turkum odamlar, ya'ni Xitoylar kirjuydi-ku, nima qirliq bir taxtasi bor. Shuningga o'xshatyapti. Xuddi az bir turkum odamlarning quvvatga ishi deb, ana ayada 5567 ni ashada shu kishi va taxta kirjuydigan Xitoylarniki. Shuningga o'xshatgan holatda ashni ashad ishiltib, az bir turkum odamlarning quvvatga ishi deb, mana shu irqiy qirg'inchilikni amalga yo'q qilib yetirganga kuchab Xitoy jon jahli bilan teshidagi milliy munofiqlarni ishga selash, ichidan ashta drama qo'yish orqali qildi. Buni shu Quzzat kesib olib, uya-buyalarda taqib o'zi shu Zumrat adashninki nimasiga shu qilgan ishiga xato burmilab ideyalarni taqib jidal topdi xalqning ichida. Mening Quzzat qilaydigan gapim, men buni tillamay, sen bizningki da'voninki ishiga seninki aralashishga haqqing yo'q. Chunki sen bir Xitoyninki qo'sqida 9 oy 9 kun yotgan, Xitoyninki qo'sqida 9 oy 9 kun yotgan, Xitoyni emgan, mama deb cho'ng'ilgan bir tatayning balisi. Shuningga seninki bizningki da'vorimizga aralashadigan hech qanday seninki haqqing yo'q. Amerikadagi Uyg'urlarmi meningcha o'zinglar ko'dinglar beshida bayroqqa qarab qasam berib turib, voy man shu mustaqillik qo'lima dedi, keyin aningdan keyin voy bizning bu kichkina bir yezni vasimi, aka kichkina bir yezni vasimi boshqaramayman dedi. Ama shunda qilib ahmoq o'ynayotdi. O'zinglar ko'dinglar. Mana endi kichkina videoni kesib kelib, shunda jidallan tepib qildi. Bizningki kesib evilib qilgan yerimiz biz degan shuhra, biz degan da'voni kuzatuvchilar burunqidek tashlab qo'ymaymiz. Biz ayibladik. Shuningga bizningki o'rtaqligimiz yo'q. Biz deganninki tashkilotni ayiblash va yoki tashkilotning ustidan nazorat qilish huquqimiz bor. Chunki biz shu da'voning ichidagi xalq. Lekin Quzzat bizga o'xshash xalqlarning ichidagi shu to'g'ri gap qilganni ilib-ilib, mushtaq
gaplarni o'sha nimalarga men bo'ldi. Xalqimiz necha kun bo'ldi, parakandichilik ko'p ketdi. Shunday qildi. Shuningda men quzat qilaydiganim, sen quzat, taxninki qarasan siyosatchi emas ekansan. Sen oldida chexda bo'lgan, seninki chexda bo'ladigan dunyo Uyg'ur qurultiyiga kiradigan balkim rais bo'lgan yoki muavin rais bo'lgan yo'lingni haqlar kesib o'tish uchunga sana shu aqlni ko'rsatib seni mana bir top jidalga tiqib obrazing texim xunuflashib ketdi. Haq foyda oldi. Shuningga sen ba'zi ishlarni qilishdan burun kallangni ishiltib qilsang bo'ladi. Masalan, menga shunday jiqjidallarga tiqmoqchi bo'ldi, lekin men kirmadim. Meningki ota-onam dadim. Mening ota-onam mening dadim. Ben qurultayliklarni ayblagan bilan shularning ichidagilar meni oldida, shuning uchun men bularni tutib turib bir ish qildim. Shuningga meningki ishim haq deb qarayman. Bular Uyg'ur qonunlarini bosiryapti, bizni indigenous people qilyapti. Ondan keyin Ali Mahmud Norvegiyadagi. Sanqimo aka jiq gapim batdi meningki. Cho'ngib qolsa, bana bir nechisi bak yoldirib ketdi. Mana shu yaqimisa, o'tkazib yotsang bu da bir qaytam dedi. Sening bilan meningki jiq dadim bo'lmagandan keyin seninkini o'tkazib yetay. Senmo cho'ng bo'lgandan keyin yeshingmi bir yoq bordi. Men mi demasam, o'zingning oilasidan o'zingga kuchli problemlaring bor. To'plaringning ichida san'at degan to'pingda chiroyli san'atga doir ishlarni qilib shu Uyg'ur biz to'pingda o'zing gap qilamsa yoki nima qilsam lekin mushta jidallarga sababchi bo'lma, yaxshi bo'lmaydi. Senga men chiroyli gap qo'yay. Undan keyin erkin tekas. Shu Uyg'ur biz to'pinga shu Zimrat adashniki videosini avatib Ahmad Hoji ma ayol nimdaydi deb tasdan jidal topmoqchi bo'lgan. Erkin tekas nima demoqchi bo'ldim? Erkin tekas, seninki inang shu Binchanda yatavergan chaqda berib polalarni etib ashta qilgan. Chivudimi mushunda seninki uydagilaringga mushunda nimishlarni mushunda chivuningmi shu Urumchi vaqasinikimi 6-7 kunlari shu misqazonda sening inang nima shug'rish degan laqami shu pololarni etib harbiylarni mushunda qilgan bizni xalqimizni qilsa. Ondan keyin bir mazgil G'uljidagi Abdimet Xolis Sajim fondini ichib bir turkum baylarninki kirketishiga kuchurlarni o'g'lab mushunda qilgan. Vatanimizda Yaqub hojimdek, Nurtay hojimdek nurg'unlagan saxovatchi baylarimiz kuyib ketib bordi. Oilalar xonavayron bo'lib ketdi. Qaysinglarninki vijdoni etishmamda, tillisa tili deysa, tillimisa o'zingni bilishmaysa. Erkin hojim sen cho'ng bo'lgandan keyin uni Ahmad hojim senga javob qaytarmagandan keyin Uyg'ur biz to'pidiki sen uni avatib u yerga mavi xonim nima deydi deb yersan kuch ketib jidal topmasangmi bo'ladi. Shandan sen mani yani obdan bo'lib ol. Seninki qizingninki Zumurtayninki London sotida yana bir qilgan xato ishini tepib chiqdi. Mavi seninki Chexdagi bir faoliyatlarning o'tib olsin, bir tartib tushib elish, qaysi bir hukumat chiqadi, qanday bir odam chiqadi, shuningga men bir ko'ray. Lekin seninki yana bir qizingninki yana bir qilgan xatoligini men tepib chiqdim. Uni aldirmay yana hozir yaqinda chiqishda olib ketdi. Xalqimiz azim qilib bo'lmaydi. Sal qilgandan keyin men uni tashlayman. Shunday gap. Qarindoshlar mana bular shunday qalayim qayishlarni qilib, shunday ajdayalardan jidalni tepib boshlab mustaqil qilib ketyapti. Shuningga kallamiz hagak bo'lsin. Bo'pti. Mustaqil bo'lsak yoki bo'lmasak chin niyatimizdan qilib boqayli, bo'lguncha bo'ladi. Meningcha Alloh o'zi har bir yaxshi niyatni qilgan, yaxshi umid, orzu, istaklarni qilgan odamni meningcha joyida noumid qo'ymaydi deb o'ylayman. Shunday gaplar qarindoshlar. Qolgan gaplarni men demay bo'ldi. Mushu Rabia Qodir mushta o'kini men Uyg'ur qonunini men bosirvandim ya indigenous people'ning ishlar yag'an debdi. Andan keyin bu balni meni bizningki mushta tillash qisa Xitoy hukumati bilan mushta kelishgan bo'lish mumkin debdi. Rabia Qodir CIA bo'lsin bo'ladi, FBI bo'lsin bo'ladi, bizningki telefonlarimiz tekshirsin bo'ladi. Ammo meningcha
ko'lab qolsa, Rabiya Qodir sizningki aqlingizdan jiq narsa chiqadi. Balangizningki yag'an diplom yasagan, xalqlarga hujjat yasagan, biz unda ko'lishib, unda FBI, CIA yuradigan ishimiz bo'lsa, men bu yerda Amerika konsulluğu yuradigan ish bo'lsa, chiqishlar chiqitdi. Meningki hech qachon undaq emas. Meningki siz o'zingiz odamlarni sevib baqdingiz. Voy, mushu falamninkini men State Departmentga olib chiqay ishini, Amerikada faoliyat o'tkazay deb baqdi. Murat Ataman o'tirg'i quzat to'g'riliq gaplarni qilib baqdi. Tegmasang u bu seni ishlaringga ko'ngil bo'ladi, u bu deb. Hamma narsa turibdi. Hech kimning gapidan tina olmaydi. Endi qopib, meni ayvash keltirib bo'lolmay, bu narsani ochiyvergandan keyin endi qopib, ma gapni tepib chiqibdi. Mayli, gapni qancha topsanglar tepinglar. Menmi o'zimning ishni qilaverma, ota-onamningki davorimni qilgash, cho'qim xalqninkinimi deyishim kerak. Cho'qim Amerikadagi Umar Qanot, Abbas ailesi, Olim Sitov, Rabiya Qodir, indigenous people'ni cho'qim qaytarishing kerak. Qaytarmasang bo'lmaydi, sen ham jinoyat o'tkazding. Umar Qanotmi shu bizningki 4 liderni Aysa Aliptekanni o'tliq deganimizni unutib qolibdimi? Rabiya Qodirni, mana Dolqin Aysani hozir katib qilib 4 liderni o'ynagan, Afg'onistonda, Iroqda vazifa o'tagan, hayta pishqan, bu bir qahvash, buninki o'nirijiq. Shuningga mushular Umar Qanot, Rabiya Qodir, Olim Sitov, Abbas ailesi, mushular indigenous people'ni cho'qim qaytarishmasa olmaydi. Mushniki Hindiston sahaf chiqsa, qolgan chaqda $5000 qilsa 2007-yili. Qolganni texe saylamang bo'lib, anondagi saylan, anondaki ko'ramiz. Mening gapim tugidi. Birdan. Mana bugun mana ichida yig'inlar bo'yibdi. Shuningga menga bugun mana bir vaqirmas to'g'risida iltimos qildi. Shuningga men hamda gapimni qilib bo'ldim. Videoni o'chirib o'tib, tinish shaklda namoyish qilaman. Rahmat qarindoshlar.